Hop, agar g'oyani kimdir o'g'irlagan bo'lsa, agar shundan qo'rqayotgan bo'lsa, mana bunaqa narsada g'oyani etmay yurib, kimdir o'g'irlaydi deb prosta berkitib, prosta g'oya yo'q bo'lib ketgandan ko'ra, etib yurib hammaga хотя бы investitsiya olgan yaxshida. Chunki realizatsiya boshqa, ideya boshqa. Ideya xunuk qilib aytganda hojatxonada ham keladida. Nol realizatsiya qilmaymiz biz. Ya'ni aytmoqchi bo'laman, hammada ideya bor, hammada zo'r ideyalar bor. Nol realizatsiyasi umuman boshqa, dunyo boshqanaqa. Agar hamma ideya bilan success bo'lganda, ya'ni muvaffaqiyatli bo'lganda, hozir startaplar вообще ko'p bo'lardi O'zbekistonda. Real odam sonidan startaplar soni ham juda katta bo'lib ketardi. Assalomu alaykum. Yoshlar Ventures podkastga xush kelibsizlar. Ismim Shahzod. Bugun Yoshlar Venturesda o'zini birinchi investitsiya qilgan portfelidagi startapni asoschisi Bahrom, Intra.ai startapning asoschisi. Ularni yo'l yurgan qiyinchiliklarni men bilan birga gaplashish uchun chaqirilmagan, taklif qilinmagan, men ham videoga tushaman deb kelgan hamkasbim Qudrat aka. Assalomu alaykum. Aslida kelganimda ham maqsad bitta asosiy savolim bor edi, ya'ni bizdan moliyani olgan startaperga intervyu davomida o'shani berib o'tib ketaman. Bahrom, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Podkastimizga xush kelibsiz. Bahrom, bu podkast ochiq formatda, bemalol o'zingiz yurgan yo'llaringiz haqida, startap haqida bilamiz. Lekin hamma ham bilmaydi. Bu startap qilishingizdan oldin avval boshqa startaplarni qilgansiz, o'xshamagan. Shunga давайте oddiy formatda o'zingiz haqida qisqacha aytib bersangiz, Intra.ai haqida aytsangiz va shundan keyin meni obsujdeniyamizni qiziqtirish uchun birlikda tayyorlangan blitz savollar bor. Shu blitz savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum, yana hurmatli. Ismim Bahrom, familiyam Rozmatov. 2001-yil 6-noyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilganman. Toshkentlik. Hozirda Intra.ai kompaniyasida ishlab kelyapman, CEO lavozimida. Hop, Intra.ai startapimizga keladigan bo'lsak, Intra.ai qisqacha ta'rifi HR menejerlarga yangi xodim olishga yordam beradigan platforma. Ya'ni kompaniya, har bitta kompaniyada bilamiz, ruschalab aytganda отдел kadrov deydi, kimdir HR deydi, kimdir kadrlar bo'limi deydi. Xullas, ishxonaga, ya'ni kompaniyaga yangi xodim olayotganda bizning platformamiz yangi xodim olishga yordam beradi. Bu jarayonni tezroq qilib beradi. Ya'ni sun'iy intellektimiz o'zi suhbat qiladi, o'zi test o'tkazadi, o'zi baholaydi va kandidatni tayyor kartochkasini kompaniya xodimi, ya'ni HR menejerlarga taklif qiladi. Nimaga imенно HR sohasida startap qilishni niyat qilgansiz? Odatda anaqa biznesda ko'ramiz yoki biznes yurgan odamlar, korporatsiyalar eng zerikarli, shu burnimni tiqmasam deb uzoqroq yuradigan soha o'zi HR. O'zim HR sohasida ishlamaganman. HR sohasida shunaqa tajribam yo'q. Lekin investitsiya olayotganda nimaga aynan HR tanlagansan deb ko'p aytishadi. Endi kompaniyada project manager, product manager bo'lib ishlaganman. Orada HR vazifasini bajarganim uchun bu muammoni tushunaman deb chiroyli aytilinadi. Unda investitsiya olish qiyin bo'ladi fonddan. Lekin aslida unaqa emas. 2,5-3 yilcha oldin o'zi ishxonada ishlab yurgan paytlarim men ish joyimni har 1 yil, 2 yil alishtirib turardim. Ana o'shanda ish alishtirayotgan joyimda ko'p muammo HRlar bilan o'zimda bo'lardi. Ya'ni suhbat qilayotganda birinchidan qanaqa baholaydi o'zi uli aniq единый qanaqadir bitta shablon yo'q edi, baholaydi. Qanaqa suhbatda siz baholaydi, siz yaxshiligingiz, yomonligingiz bo'lib oladi. Shablonlar bor, lekin uni hamma ishlatmaydi. O'zbekistonda HRlar ko'pchilik intuitivniy baholaydiganlar ham ko'p. Undan tashqari ishchi talablari boshqa bo'lardi-da, lekin xodimni o'zini qiladigan ishi umuman boshqa bo'lardi. O'zingiz shu muammo kelib chiqqan. Startapdasiz. Qanchalik, mana kompaniya bor-da, startapda bitta kompaniyangiz bor, jamoangiz bor. Qanchalik rostdan ham siz o'zingiz mana shu HRning qonun qoidalariga rioya qilasiz? Yo'q, pasti rioya qilmaymiz. Chunki o'zi startapda kichkina komanda bo'ladi. Misol bizda ishlayotgan bo'lsa 6 ta, endi bizda onlayn ishlaydiganlarimiz ham bo'ladi, bir xilda ular vaqtinchalik ishlamay turadi, 7 ta, 6 ta mashnaqa bo'lib turadi. Ko'p odam emas. Bir xil o'zimiz ofisda o'tirsa ham, o'zimiz ishlayotgan do'stlarimiz, komandamiz biz HR startapini qilamiz, nimaga HR qonun qoidalariga biz anaqa qilmaymiz. Overtime to'lamaysanmi menga deb? Qani qo'shimcha anaqa o'tdiqlar, qani qo'shimcha premiya, shunaqa diskussiya bo'ladi. Albatta hazil tariqasida. Startapda men o'ylayman, ko'pchilik aytadi, o'zi ko'p ishlasang o'qimaysan, ya'ni samaradorliging oshib qolmaydi. Yaxshi ishlasang samaradorliging oshadi. Yo'q, ko'p ishlash kerak startapda ham, o'zi любой sohada ham. Ya'ni o'shaning uchun bizda hatto shanba kuni ham ish kuni. Ya'ni 24 ga yetdi bizda, lekin bolalar hammasi aloqada bo'ladi, jamoada. Xitoyda yangi tendensiya chiqqan-ku, 996.
9dan 9 ishga, haftada 6 marta. Shunaqa tendensiya ishlaysizmi? Aa, O'zbekistonda yangi qonun qoida chiqdimi boshqacha? Soat Yo'q. 8dan 12gacha. Aynan unaqa tendensiya emas. Bizada bitta o'zimizni anaqamiz bor. Ertalab qo'ldan kelgancha vohlikka chiqib harakat qilamiz. Shuni aytamiz borlik, nega? Ertalab vohlikka kelsa baribir odam ruschalab aytgan svejiy bo'ladi, bodriy bo'ladi. Yangi ideyalar keladi, ishlagingiz keladi. Kechki payt kelganda, ya'ni soat 6-7dan bu yog'iga xohlasa kimdir qoladi, xohlasa ketadi. Shunaqa, lekin ko'z tegmasin, jamoamiz 8-9da hammamiz уже почти ofisda bo'lamiz, ketishimiz 10-11 bo'ladi. Vaqtida kelmasa nima naказание qilasiz? Naказание yo'q. Muhimi tasklar bor. Tasklarimizni o'zimiz vaqtida bajarsak, bizda CTO'larimiz, boshqalarimiz kompaniya share, ya'ni nima bo'ladi, qaysidir qismiga ega. Shuning uchun ular ham Qiziqishi bor. da ish uchun, pul uchun emas, umuman kompaniya uchun ham ancha harakat qilishadi. Men bitta savolim berib o'tsam. Bemalol. Juda ham bir qiziqarli men uchun savol. Endi moliyachi sifatida so'rayman. Proyektingizni ko'rdik, juda ham qiziqarli, bizga yoqdi, investitsiya qilindi. Shaxsiy sizga savol. Pulni oldingiz, shotingizga tushdi. Chet elga chiqib ketish, qochib ketish xohishingiz oshdimi, yo'qmi? Yo'q, chet elga o'zi qochib ketish o'zi nega kerak? Buni o'zim misol uchun investitsiya olingan bo'lsa, 38 milliard, 38 million dollar investitsiya olingan bo'lsa, bu endi aytayotgan savolingiz aytilsa o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. No, 38 ming dollar to'g'ri, bu ham katta pul, kichkina pul demaymiz. Lekin buni chetga chiqib qochib ketish uchun, даже qochib ketmoqchi bo'lgan odam uchun bu pul hozir qo'pol ketganda arzimaydi qochib ketishga. Lekin agar real qaraydigan bo'lsa, yo'q, bunaqa xayol kelmagan, kelmasa ham kerak. Kelmasidan, no, aytib qo'yaman, Balida 6 oy maza qilib yashasa bo'ladi. Xo'p. Eslatib o'tmoqchi edim. Intrea Yoshlar Ventures'dan sentyabr oyida adashmasam 38 ming dollar investitsiya oldi. Bu ikkinchi venture kompaniya bo'ldi. Siz investitsiya olganingiz. Birinchisi kim edi? Aloqa Ventures. Ulardan qancha olgan edingiz? 20 yaxshi dollar oldik. Yaqinda Aloqa Ventures deganingizga bitta voqea esimga tushdi. Hozir reklama qilib o'tib ketaman. Taqdimot loyihasi Zo'r TVda tayyorlanishyapti. Aloqa bank bilan hamkorlikda hozir casting jarayonlari ketyapti. Ya'ni biz o'tganmiz, men loyiham o'tgan. Casting jarayonlari ketyapti. Pitch qilish san'ati degan Azizbek aka Qurbonov, tanisizlar. Ular o'zlari har bitta pitch deckga ko'rib, har bitta pitchga baho berib chiqyaptilar. Zo'r baholayaptilar. Subyektivniy ham, hamma taraflama ham zo'r baholayaptilar. Bu taqdimotda shu proyektni ma'nosi nima? Undan keyin yana pul investitsiya jalb qilsalar bo'ladimi? U как shou sifatida bo'ladi. O'tgan hakamlarga Jahongir Ortiqxo'jayev, Alisher Isayev, yana bir qancha O'zbekistondagi nomi chiqqan tadbirkorlar, ya'ni mashhur tadbirkorlar, ko'pchilik taniydigan tadbirkorlar, ular hakam sifatida o'tiradi. Har bitta loyiha Zo'r TVda bo'ladi. Loyiha chiqib pitching qiladi, 3 daqiqa vaqt beriladi. Qaysidir loyiha to'g'ri kelsa, tadbirkorlarimiz yoki investitsiya qilishadi yoki boshqa taraflama yordam berishadi. Maqsad shu. Startup Arena misolida. Da, Startup Arena. O'zbekistonda o'sha endi bo'lyapti, Aloqa bank va Zo'r TVni birlashtirgan. Endi sizga savol, qarang. Shu salkam 58 ming dollar pul olgansiz, investitsiya olgansiz. Bozorda уже продвижение bor. Endi bunaqa taqdimot deysizmi, tayyorgarliklar ko'rish, boshqa Shark Tankda misol ekanda bu. Buni qilish u vaqt talab qiladi, energiya talab qiladi. Sizga bu qanchalik kerak? Investitsiya? Shu tadbirda qatnashish, shu Shark Tankga chiqish. Albatta kerak. Bizda sohamizda o'zi B2B keladigan tadbirkorlarni, ya'ni o'sha biz hakam deymiz, tadbirkorlarni bizga baho beradigan mashhur tadbirkorlar. U tadbirdan tashqari topib chiqib aloqa o'rnata olmaysizmi ular bilan? O'rnata olamiz. No, tadbir aloqalarni yaxshilab, tezroq o'rnatib berishga sababchi bo'lib beradi. Usiz ham o'rnatsa bo'ladi albatta, chunki bizning mijozlarimiz orasida o'sha tadbirkorlarning asosiy kompaniyalari bor. O'zi bu narsa men nimaga boshladim? Shunaqa taqdimot loyihasiga tayyorgarlik ko'ramiz. Aloqa Ventures'dan ish pul investitsiya olgan deb so'raganingizda, o'sha Nazbekka pitchingga chiqqanimda, qani bitta pitch qilib bering, qanaqa qilib aloqadan 20 ming aldab olganingizni aytib bering deb hazil qilgandilar. O'shani pitch qilib berdik. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, Aloqa Ventures'dan o'sha 20 ming yaxshi dollar olganmiz. No, Aloqa Ventures undan oldin o'tdagi ishlaydigan xodimlari, o'tdagi ishlaydigan investitsion menejerlari hammaligisi meni o'zim tanishgan, undan oldin boshqa loyihalar bo'lgan, yoki fail loyihalar bo'lgan. O'sha orqali meni tanishgan, ya'ni boshqa loyihalar bilan ham ko'rishgandi. Qarshilik bo'lmasa, blitz savollarga o'tsak, savollar sal o'ylantiradigan, lekin va bilan tez javob berishni kutib qolamiz. Birinchi savol, davaychi, boshlaymiz. Sizni startapingiz eng yaxshi ifodalovchi bitta so'z. Ikkita qilaylik, asab tejash. HR asabini tejab beradi. Eng hurmat qiladigan founderingiz kim? O'zbekistonda. O'zbekistonda eng hurmat qiladigan founder ko'p.
Bitta emasda ko'p. Bitta top один. Akmal Fayziyev Founderlikdagi eng katta saboq. sabr qilish kerak. Qaysi biri qiyinroq, mahsulot yaratishmi yoki uni sotishmi? Sotish. Agar startapingiz bo'lmaganida nimani qilgan bo'lardingiz? Ishlaydim. Qaysi sohada? O'zim sohamda. Odamlarning O'zbekistondagi startaplarga nisbatan eng noto'g'ri tushunchasi nima? Investitsiya oldi, pul ko'payib ketdi, qarz so'rasam bo'ladi. Orzuyingizdagi investor kim? Dunyo bo'yicha Dunyo bo'yicha. Meta'ni founderi Mark Zuckerberg, Elon Musk. Ertalab birinchi ochadigan ilovangiz nima? Qaysi приложение telefon? Telegram. Sizni yaqinda ilhomlantirgan kitob yoki podkast? Sell Like Crazy kitobi sotuv bo'yicha kitob. Siz yaratishni istagan startap qaysi? OpenAI ikkiga oxirgi anaqalar chiqdi, ingilizlar Qozog'istonda Hillsfield AI chiqdi. O'shanda ham ancha qiziq bo'ldi. Uni o'zim o'qib chiqdim-da har bitta joyini. Stressni qanday yengasiz? Tanishlarim bilan gaplashaman, ko'rishaman, do'stlar bilan asosan. Shunaqa. Hacking qilasiz. Yo'q. Qiyin paytlarda sizni nima ruhlantiradi? Oila, do'stlar, jamoa. Bitta jumlada ayting, startapingizni maqsadi nima? Vaqtni tejab berish, asabni tejab berish, Mahsulotni yaratishmi yo uni sotishmi dedingiz? sotish. O'zbekistonda startaplar endi ko'payib ommabop bo'lib kelyapti. Hamma hozir shu yaratishga, MVP qilishga juda katta vaqt ajratyapti. Sizda mahsulotingiz prototip MVPsi уже mavjud. Ishlab turgan holatlari ham bor. Sotuv ketyapti. Orqaga qaytsangiz, MVP qiyinroqmi yoki sotuv qiyinroqmi? Chunki hozirgi holatda tushunyapman, sotuv qiyinroq. Lekin boshroqqa qaytganingizda qaysi qiyinroq bo'lardi? Agar boshiga hozirgi opit bilan qaytganimda baribir bilardim sotuv ertaga qiyin bo'ladi. MVPni mahsulotni chiqara olsa bo'ladi, kerakli jamoa yig'iladi, tasdiqlab beriladi, kamchilik tuzatib anaqa qilsa bo'ladi. Sotuvda qatga nima bo'layotganini bilib tushunib olish qiyin bo'ladi. Bozor har xil reaksiya qiladi mahsulotingizga, uni narxiga, uni sifatiga, uni ishlashiga har xil reaksiyalar bo'ladi. Bizda B2B sotuv bo'lgani uchun B2B sotuv qiyin. Ko'pchilik Aloqa Ventures portfelidagi startaplar founder bilan o'zimiz tanishmiz, startup garaj rezidentlaridagi startaplar bilan tanishmiz, o'zimizda choyxonalarimiz bo'ladi, bir xilda ko'rishamiz, anaqa qilamiz. Ko'pchilik aytadi, B2B'larga mazada deydi, B2B startap sizlarga mazada deydi, sizlar borib shunaqa qilaverasizlar, sizlar ortiqcha reklama ham yoqib o'tirmaysizlar deydi. B2B'ga сделкagacha olib borish bu real qiyin narsa, qiyin masala. Bilmadim, B2B'ni ko'pchilik oson bilan juda qiyin. Chunki O'zbekistonda bir xil anaqa kelasiz, startapingizni, proyektingizni ko'rsatasiz, senность, qiymatini ham berasiz, даже qancha vaqt ekonom, qancha nima qilib berish, даже бесплатный periodlarigacha berasiz. Zo'r gap yo'q, sizlarni yoqtirib qoldik, loyihani yoqtirib qoldik deydi. Kerak bo'lsa CEOsi deydi, kerak bo'lsa HR menejeri deydi, lekin bir haftadan keyin uchrasha olmaydi, telefonni ko'tarmaydi, ignor, oxiri blok ketib qoladi. Bir shunaqa holatlar ham bo'lgan. Shu savolingizga ozgina qo'shimcha qilsak, O'zbekiston bozorida proyektni otsenka qilish juda ham qiyin aslisida. Chunki startaplar kelganda u o'zini g'oyasi bilan juda ham bir yonib keladi. Nima deydi, o'sha proyektning ichida bo'ladi, bu atrofi уже ko'rmaydigan holatda keladi. U biza uchun juda ham qiyin narsa, bu realniy startapga baho berish. Bu o'zimiz tarafimizga aytsak. Siz tarafingizda savolim, siz masalan ko'rgansiz, g'oya kelganidan investitsiya olguncha etap o'tib kelgansiz va bir marta ham emas. Adashmasam sizda уже undan oldin ham bitta exit bo'lgan. Savol qanaqa? Mana shu hamma proseslarni, ключевой momentlarni ko'rgansiz. Qayerdadir xato qilgansiz, qayerdadir vaqt cho'zilib ketgan, nimadirlar bo'lgan. Qolgan startaperlarga nima maslahat berardingiz? Mana shu pozitsiyalardan tez o'tish o'zingiz masalan keyingi yana o'ylamanki siz bitta startapda to'xtab qolmaysiz. Yana g'oyalaringiz bor. Qaysi momentlarini o'zgartirgan bo'lardingiz, чтобы sizni prosessingiz undan tezroq o'tishiga? Nimaga ahamiyat bergan bo'lardingiz ko'proq? Bu zo'r savol bo'ldi. O'zi startap qilayotganda bu hozir O'zbekistondagi o'zimizda ham bo'lgan. Hozir endi bu narsa qilmaymiz. Boshqalarda ham ko'p распространённый. Mana sizga ideya keldi. Qanaqadir otellarni yoki boshqa joylarni bronирование qiladigan application qilmoqchisiz odamlar uchun. O'zbekistonda ko'rasiz, turistlar ko'p kelyapti yoki mehmonlar. Qaraysiz, bozor bor, ya'ni bronирование har xil application bor, lekin mana bunaqa bilan ajralib turadi. Men sota olmayman deb o'ylaysiz xayolingizda. Sizga zo'r bo'ldi o'sha xayolingizda. No, hali realnosti yo'q produkt. Nima qilasiz? Birinchi etapga borasiz, developerlar qidirasiz. Bu bo'lishi mumkin junior plus bo'ladi yo mid, pul bo'ladigan bo'lsa kattalarni ham aytishimiz mumkin. Ular yig'ishadi, application yasaydi. Application yasaganda ham qancha vaqt ketadi? Normal chiqquncha yo'q deganda ham misol 2, 3, 4, 5 oy ketdi-da. O'sha
shu surib ketdi. Uni hali desktopning versiyasi bo'lishi kerak. Android, iOS degan bor. Okey, misol uchun bittada ikkalasiga yozib yuboradigan anaqalar ham bor. Steklar ham bor. No, hamma steplardan o'tib keldingizda, uning ichiga yana funksiyalar qo'shishingiz kerak. Chunki bilasiz, konkurentlarda juda ko'p funksiyalar bor. Qo'shasiz. В итоге produktingiz примерно tayyor bo'ldi MVPsi. Nima qilasiz? Birinchi klient oldiga borasiz, birinchi atkazingizni olasiz. Ko'p founderlar aytadi, "Yo'q, men o'zim aytishnikman, misol uchun men shuncha razrabotka bo'lsam, bir tiyin sarfladim" deydi. Vaqt pul emasmi? Misol uchun hozir o'rtacha ishda ishlasa, $1000 oylik olsa, $1000 oylik olsa, o'sha razrabochik bu proyektga 6 oy qolgan bo'lsa, o'sha 6 oyda agar qo'shimcha ish olganda yoki prosta ishida ishlab bemalol yurganda ham yo'q deganda $6000 topardi-da. Bu application shuncha yasadi, qildi chiqardi, lekin hali bir tiyin topgani yo'q. Ya'ni hali mijoz topmasdan turib, hali produktini idealniy qilyapti, hali sotuv yo'q, dash produktini olib ketyapti. Bu yerda lekin sotuv yo'q, oxirida bu o'zi qo'pol qilib ketgan tupikka tiqib qo'yadi. Hozir o'zimizdan Intrade B2B segmentida ishlaymiz. B2C segmentida qanaqa strategiya qilganmiz? Hali produktimiz yo'q, hech narsa yo'qdi. Shunchaki bir hafta ham deymi, 6 kunda Telegram bot yasaganmiz. Siz rezyumengizni yuklaysiz, sizga Headhunter, Telegram, LinkedIndan anaqalar topib beradi. Vakansiyalar topib beradi. Prям sizga mos keladigan. Sizga mos kelmaydiganlarni chiqarmaydi. Shuni qilib berdik, shuni o'zida target yoqib ishlatdik, 8,5 mingta prosta test uchun 8,5 mingta, $150 ga 8,5 mingta odam yig'dik. Botga. Hozir ular bizlar testoviy jarayondan ham ular hali ham bo'lib ketdi, sekin-sekin kamayyapti, chunki biz hali launch qilganimiz ham yo'q. Shu oy oxirlariga, Xudo xolasa mo'ljallaymiz. Unda уже nima bo'ladi? O'rningizga ish qidirib, o'rningizga o'tkilik bosib, murojaat qilib, o'rningizga сопроводительное письмо deydi, ya'ni letter, ya'ni ishga olish uchun xat sifatida o'rningizga yozib, taklif qilish, sizga suhbatda примерно qanaqa savollar tushuni chiqarib berib, keyin bu sizni уже kuzatib qo'yadi ishga. To'g'risini aytsam, men savolimga javob ola olmadim. Sal boshqacharoq qilamiz. Qaysi shaklaringizni, ya'ni ideya, g'oya keldi, sizga g'oya keldi, siz yonib turibsiz u g'oya bilan, bu normal holat. Aslida bunday olib qaraganda investordan pul olish juda ham oson. Ko'pchilik qiyin, pul qayerdan topaman, kimga uchrashaman deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Pul topish juda ham oson. Investordan pulni olish maqsadida investorga g'oyani yetkazib berish juda ham qiyin. Uni ham zavlechение qiziqtirish juda ham qiyin proses. Qaysi shaqlaringizni siz skip qilib yuborardingiz? Qayerda лишнее движение bo'lib qolgan, qayerda лишний эйфорияga tushib qolgansiz? Где вы лишние слова сказали? Qayerda siz investorga не то gapirib qo'ydingiz, что u не то что ishondi, a наоборот sizni proyektingizga ishonmadi. То есть men nima uchun so'raman bu savolni? Bizga ko'p startaplar keladi. Ko'p g'oyalar, chiroyli g'oyalar bor. Aslida o'sha g'oyani to'g'ri tushuntirib berish bu alohida bir mahorat. Мастерство, да, alohida mahorat. Nima deydi o'rislarda, bredovая ideya deydi-ku. O'shani ham bir chiroyli qilib qilsa bo'ladi. Qayerda startaperlar eyforiyasini o'chirib qo'yish kerak. Qayerda naborot yo'qotib yorish kerak, oshirish kerak. O'sha shakma-shak. Tushundim. Birinchi savolga, ya'ni o'zim qilganda qaysi etaplarni o'tkazib olgan bo'lardim. Birinchidan hali ideya kelib turganda, mijozim kim bo'ladi, kim bo'lishi mumkin, o'shalar bilan gaplashib chiqqan bo'lardim. Buni bemalol qilsa bo'ladi. Ikkinchi etapida mijozlardan feedback olganimdan keyin bu bozor qanaqa? Ya'ni bozorda gigant kim? Bu bozorda agar kirsam, O'zbekistonda ham, O'rta Osiyo ham, Eson ham, dunyoda ham qancha dollar ola olaman? Примерно. Что qanchagacha meni limitim bor bu bozorda. Uchinchisi, hamma narsam уже galashga yaxshi bo'lib kelyaptimi? Uchinchisida sodda prototip MVP yasirdim. Qimmat pul, qimmat developerlarsiz, mayli jamoamga bitta odam olgan holat yoki o'zim yasab turib, o'shani определенный targetirованный krugda test qilardim. Mayli 10 ta odam bo'lsa, mayli 100 ta odam bo'lsa, mayli 1000 ta bo'lsa, ya'ni ko'p bo'lishi shart emas. 10 ta bo'lsa ham yetadi. O'sha auditoriya ichida test qilardim. Bundan qanchalik ular ishlatishyapti, qanchalik kirishyapti, qanchalik feedback berishyapti. Buni dalshi bilan rezultatga qarab, keyingi yo'llarimni aniqlaydim. Yoki davom etaman yoki bo'ldi, to'xtataman. Shu, o'zim ishimni qilaman yoki boshqa proyektdan qilib ko'raman, try qilib ko'raman. Shu narsa bo'ladi. Zo'r javob. Aslida eng muhim narsa boshlab ideya keldimi, mayda MVP ni o'zingni tanishingga sotib ko'rish. Qani oladimi, sotib oladimi? O'sha narsaga pul beradimi, yo'qmi? Nima yaxshi gap bor-ku, pul jigar deydi-ku. Amerikanskiy kinolarda o'z seriallarda ko'rsanglar, startap haqida
hali ideya kelmasdan turib bitta ikkita joylarga olib borib joylarga etib yo'q narsani sotib tashlaydi-yu. Endi bu kinoda bo'ladida. Mana shu B2C produktimizni qotganimizda bizani yonimizda biza bilan etajda har xil biz 5-etajda turamiz, 4-chi, 6-chi, 3-chi etajlarimizda polniy logistika kompaniyalarda. Bizani klientlarimiz ham bor logistika kompaniya. Qancha odam ularda ishda bo'shashini ham bilamiz-da. O'zim prosta qiziqib, liftdan emas, shunaqa zinadan tushib, boshqa logistika kompaniyaga kirib turib, o'sha sales bilan yaqinmiz, gaplashuvdim. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, choy ustida. Aka, ishdan bo'shatilayotgan bolalar bormi? Ha, bolalar bor, ishdan bo'shatilayotgan. O'shalar bilan shunaqa gaplashsam bo'ladi. Nimaga o'zingizga ishga olmoqchimisiz? Yo, anaqa bu yoqdan leviy ish qilmoqchimiz? Yo, leviy ish qilmoqchimiz, shunaqa konkurentlik hech nima qilmaymiz, hech nima anaqa qilmaymiz. Prosta o'zim ishim bo'yicha. Okey, mana shu bolalar bo'shyapti, o'ziga yetganmiz. Bular hozir aktivni shu ish qidirishda deb aytishgan. 3 ta bola bo'lgan, bittasi ishga kelmagan, o'sha ikkitasi bo'lgan. Shuni tashqariga chaqirib beramiz, yo xonaga chaqirib beraman, xohlasangiz yo xonaga chaqirishlik, mana delovoy uchrashuv bo'lib ketadi, tashqariga chaqirib bering. Tashqariga chiqqanmiz, turibdi aka, yaxshimi, charchamayapsizmi? Ishdan bo'shayotgan ekansiz. Men logistika kompaniyam yo'q, lekin sizga bitta botimni beraman. Bitta ishlatib ko'rasiz. Sizga O'zbekistondagi chetlik O'zbekistondagi siz anaqa ishlar ekansiz, ELD ishlar ekansiz, ELD fleet bo'yicha vakansiyalar chiqarib berib turadi. Prosta rezyumengizni menga berib tursangiz, ya'ni shu botga yoki tashingizni menga tashlab bersangiz bo'ldi desam, bo'ldi, aka, muammo yo'q dedim. Qarang, shu faqat bitta ish topib berishimizni biz hozir 50 ming so'rayapmiz. Shu 50 ming berib tura olasizmi deganimizda, o'sha yerda o'zida, yo'q aka, to'xtang, yo'q deb gap bo'ldi-da. Bo'lmaski botimni tashlab beray dedim. O'sha pul haqida boshqa gapirman. Botni tashladim. Ertasi kuni o'zi oldimga, ya'ni ikkita bola bilan chiqib pul berib ketdi. Aka, bularning rezyumesini olib toping. Men hozir bugun o'zida, ertangi o'zi suhbatlarim bor dedi. Menga 8 ta topib berdi dedi. 8 tasi ham hammasini Telegramdan topgan deyapti. Zo'r. U hali bolalarga men aytmadim, mana shunaqa produkt qilaylik, davay demadim. Prosta emas bo'lib, odam olib kelishyapti-da. Bot yasash hozir qancha? 1-2 soatda bot fazer bilan bitta serverga qo'yib, bot bemalol yasab, qanaqadir ana u kerak emas, AI model kerak emas, APIni o'zida test qilib ko'rsangiz bo'ladi. APIni o'zi rezyumengiz bilan anaqani matching qilib beradi, kerakli vakansiyani pars qilib tortib beradi. Bot. Eshitib turgan слушательlarga, bizani ko'rib turganlarga shu Telegram botingiz to'g'ri endi launch qilasiz, B2C qilib, lekin shu testoviy rejimda sinab ko'rgani yoki уже balkim podkastimiz chiqquncha polni launch bo'ladi. Menimcha shunaqa bo'ladi. Shu ozgina ссылкасini aytib, nomini aytib ketsak, shu bo'lsa. Inter AI vacancies deyiladi. Ya'ni nижний подчеркивание Inter AI, нижний подчеркивание vacancies. Ya'ni vakansiya so'zi inglizcha yozilgan, shunaqa. Shu joyga bitta savol keldi. Bilaman, sizlar podkastdan oldin rosa iltimos qildinglar, ko'p gapirmaydi. No, iloji yo'q. Qarang, hozir masalan nimangiz tayyor emas, botingiz tayyor emas, lekin siz o'sha ссылкасы bilan pozitsiya qilishga qo'rqmadingiz-da. Savol qanaqa? G'oya kelganida, masalan, qaysidir qadamlarni bosib o'tishdan oldin kimgadir g'oyani aytish, даже bir xillarida MVP tayyor bo'lmagunicha kimgadir g'oyasini aytishga qo'rqadi odam, startaper. Nima uchun? Uni puli bo'lishi mumkin, mendan oldin o'sha narsani yasash. То есть, ukral proyekt. Siz shu narsaga qanaqa qilib qaraysiz? Hozir siz javob berasiz, keyin men o'z fikrimni aytaman. Shu narsaga qanaqa qilib qaraysiz? Xo'p, agar g'oyani kimdir o'g'irlagan bo'lsa, agar shundan qo'rqayotgan bo'lsa, mana bunaqa narsada g'oyani aytmay yurib, kimdir o'g'irlaydi deb, prosta berkitib, prosta g'oya yo'q bo'lib ketgandan ko'ra, aytib yurib hammaga, хотя бы investitsiya olgan yaxshi-da. Chunki realizatsiya boshqa, ideya boshqa. Ideya xunuk qilib aytganda hojatxonada ham keladi-da. Uni realizatsiya qilmaymiz biz. Ya'ni aytmoqchi bo'laman, hammada ideya bor, hammada zo'r ideyalar bor. U realizatsiyasi umuman boshqa, dunyo boshqanaqa. Agar hamma ideya bilan success bo'lganda, ya'ni muvaffaqiyatli bo'lganda, hozir startaplar вообще ko'p bo'lardi O'zbekistonda. Real odam sonidan startaplar soni ham juda katta bo'lib ketardi. To'g'ri. Bo'lmasam, men shu joyga bitta qo'shimcha qilib ketaman. Agar sen startapingni kimgadir ayta olmasang, bo'lisha olmasang, значит sen hali u startapga qilishga tayyor emassan. Ya'ni qo'rquving bor. Bemalol aytsang, demak, seni prosesslaring kallangda, хотя бы kallangda, qog'ozda emas. Proseslar, funksiyalari chotki уже miyangda bor. Nima bo'ladi, nima foyda keltiradi nima rezultatda chiqadi. Ayta olsang, demak tayyorsan. Men qo'rqaman, o'g'irlaydi, boshqa qiladi, kimdir investitsiya qilib qo'yadi. Bu hammasi отговорка. Keyin bir tomoni borda, ideyani aytayotganda kim bilan suhbat qilyapsiz? Men aytaman, misol uchun, Bahrom, mana shunaqa g'oyam keldi startap. Bu odam уже ishlagan bo'lsa, qanaqadir opiti bo'lsa, yoki shunga aloqador qanaqadir feedback bera oladi. Feedbackni olish ham bu g'oyada qanaqadir ошибкаdan qochishni yo'lini ochadi. Aslida yomon feedbackdan qo'rqmaslik kerak. Именно yomon feedback olish kerak. Bizning direktorimizda bitta joyi bor.
advokat diyavolo degan narsani juda ham yaxshi ko'radi. Bizda sport ko'p bo'ladi yoshlar venturesda, yaxshi ma'noda, что konstruktivniy dialog. Biz ochiq. Sport ko'p bo'ladi, faqat mana bilan sportlashadi hammasi. Bo'lishi kerak odam, shunday bemalol gaplashgan. Qarang, bitta savol yana. Inter AI degan so'zini bekor qo'shmagansiz kompaniyasida. Shu AI funksiyasi nimani bajaradi kompaniyada? O'zi hozir hamma ikkinchi startap AI bo'lib ketgan. AI funksiyasi bizda hop birinchidan eng oddiy anaqamiz rezyume analiz qismida bor. Ikkinchi Data notation bo'ladi shu. Da. Embedding qilib qanchalik o'sha vektorniy величина bo'ladi, o'sha bir-biriga yaqin kelsa, skilllar bir-biriga yaqin kelgan bo'ladi. Shu embedding deyiladi. Shunaqasini tekshiradi. Suhbat qilayotganda savol generatsiya qilib turib, audio generatsiya qilib suhbat qiladi. Keyingisi, endi buni AI deb bo'lmaydi. Bu algoritm, anti-cheating algoritmlari shu ko'zingizni, o'zingizni, yuzingizni, mimikalaringizni kuzatib turadi. Hozir bunaqani qo'shganmiz. Ana telefondan chiqib turib, o'tib, boshqa vkladka ochib, o'rtani bosib chiqib turib, ko'rib olib, qarab turib hammasini oladi. Suhbat to'xtamaydi, HR ko'rsatiladi. Mana bunaqa ish qildi, o'sha kadrni rasm sifatida ko'rsatib qo'yiladi. To'xtang. Bunda psixologik analiz ketyaptimi yoki telefondan, kompyuterdanmi tabla bo'ladi-yu? Buni bitta hammasini oladi, hammasini oladi. Shuni ko'rsatadimi? Hammasini ko'rsatadi. Demak, HR misol uchun men HR bo'lsam, hududda men suhbatga chaqirib ishga olayotgan bo'lsam, AI shuni suhbat vaqtida qoshi qayerga qaradi, qanday qimirladi, ko'zi qayerga qaradi. Bitta zreniya joyiga fokus bo'lib qolsa, bu to'xtatilmaydi, ya'ni ko'chirib aylanmaydi, shunchaki nima qilib berish mumkin? Bitta joyga qarab turdi, ya'ni qizil bo'lib yonib turadi. Может быть, nimadir bo'lgandir deydi. Ya'ni bu narsani lekin hozir pastki ko'p klientlarimiz mana shu zreniya, ovoz har savolga javob berayotganda o'sha o'zini yuzini tekshirishni ishlatmayapti, chunki ishlatsa voronkasi juda qisqarib ketyapti. Ya'ni juda sujet bo'lib ketadi. Mingta emas o'tkirlik bo'lmaydi, 700 ta, 800 ta o'tkirlik bo'lib qolgan kompaniyalarda o'z suhbatdan o'tib ideal anti-cheatingsiz kelganlari 10 ta, 12 ta bo'lib qolyapti-da. Oldindagi 100 ta, 200 ta bo'lmayapti. HRlarga xohlama ozgina anaqa statistika kerak. Da, shunaqa. O'shaning uchun hozir buni ham ishlatamiz. No, na samom деле bu juda ham bir kerakli narsa, chunki suhbatga kelganda HR ko'p narsaga qaraydi. Da, lekin как себя подает, kiyib kelgan kiyiming, qanaqa qilib kirib kelding xonaga, o'tirishing, o'zingni naskолько ты вольно себя чувствуешь. Savolga javob berish. Qarang, siz hozir xohlama early stage'dagi startapsiz. Da. Siz aytayotgan AI da funksiyasi bu hali mana degan katta startaplar ham, уже series A bir yurgan startaplar ham bu psixologik analizga 100 dan olib qolgan holda ega emas 100% accuracy berishga. Sizda ham men ratsionalni bo'lardi, o'ylashim bo'yicha unaqa narsiz polni ishlamaydi. Da, albatta. Endi bu narsa bizda hammaga aytamiz, o'zi 100% aniqda ishlamaydi. Chunki bunga ko'p data kerak. Ko'p kuchli bizda ya'ni shu GPU serverlar kerak, ya'ni video kartali serverlar kerak o'qitilinishi uchun. Bunga, конечно, finansирование kerak, bunga sharoit kerak bo'ladi. Hali datamiz ko'p emas. Iyunda launch qilgan bo'lsa, ishga tushgan bo'lsak, oktyabr bo'lsa 5 oy bo'ldi endi. Hali bizning datamiz ko'p emas. Ya'ni ko'pchilik ishlatyapti funksiyani. Da, funksiyani ko'pchilik ishlatmayapti, no, mana bu faqat face-ni ishlatmayapti. No, qolgan anti-cheating algoritmi o'zi ishlab turaveradi 24/7. Qarang, mana bunaqa narsa ham bor-da. No, lekin ideal anti-cheating algoritm dunyoda yo'q. Bo'lganda men hozir Google bilan o'tirgan bo'lardim, Google Office'da o'tirgan bo'lardim. Shunchaki ehtimolini kamaytiradigan sabablari bor. Ehtimolini kamaytiradi. Yaqinda o'zbekistonlik founder bilan gaplashdik Amerikada. Ular shu robotlarga AGI data collection qiladi, studio qilishadi. AGI data collection studio qilishgan. Ya'ni robotlarni joystick orqali, mimika orqali har xil harakat qilib, shu orqasidan data olib, collection qilib, o'zlariga collection yig'ishadi. Buni keyin o'sha collection sotishi mumkin, o'sha robotni yaxshiroq improvement qilish uchun. Ya'ni harakatlarini odamga o'xshatgan harakat qilish uchun to'g'rilashlar qilishi mumkin. Buni aytganim ma'nosi, u yerda hozir baza данных yig'ilyapti studiyada. Sizlar ham o'ylab ko'rmaydinglarmi? Именно shu mana globalni o'ylaydigan bo'lsak, globalda bunaqa narsa juda yo'q desa ham bo'ladi. Bor, qanaqa hamma bir xil trendga ketyapti. 100% ayta olmayman, lekin qanaqa tomondan qilib beradi. Именно shu baza данных yig'ishga qaratib, именно studiyo ochib, studiyada shu psixologik 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta odamni o'tkazib qo'yib, daha ertalabdan kechgacha mana bu to'g'ri gapirasan, mana bu yolg'on gapirasan, mana bunaqa mimika qilasan, mana bunaqa mimika bo'lar ekan deb bazadan yig'ishga qanaqasizlar? Xo'p, aynan hozir 100 tariqasida bazadan yig'ilmaydi, to yig'ilmayapti, lekin qolgan hamma taraflama to bizdan birinchi взаимодействиesidan to suhbatdan o'tib otsenka olguncha hamma datasi yig'iladi. Bunda biz o'zimiz hammasi qonuniy,
ya'ni suhbatdan o'tish o'zimman birinchi biz bilan взаимодействие qilinganda hamma hujjatlar bilan tanishib chiqish uchun biz unga linklarigacha hujjatlarni beramiz. Ular galочка qo'yish kerak bo'ladi. Tanishib chiqqan hamma hujjatlar. Undan keyin bemalol test, suhbat, rezyume analiz hammasi boshlanaveradi. Dataga keladigan bo'lsak, hozir bizda ancha ko'p datamiz yig'ilgan, ancha qiziqarli datalar ham bor. 15 mingtadan oshiq suhbat, 40 mingtadan oshiq rezyume bor. O'zbekiston aholisiniki. 5 oy ichida shu. 5 oy emas, bu hozir 4 oy, ya'ni oktyabrga xalq inovatga omadik. Shunaqa, xudo xolisa yil oxirigacha buni 100 mingtaga olib chiqmoq, 100 mingta rezyume, 30-40 mingta suhbatgacha olib chiqmoqchimiz yil oxirigacha, 2025-yil. Bu datalardan bizani o'zimizning struktura danliqimiz bor, ya'ni oladigan, izolyatsiya qiladigan datalarimiz o'zimizning statistika uchun kerakli narsalar bor. Shunaqa narsaki, bizda O'zbekistonda hali ko'pchilik eski rezyumelarda yuradi, eski rezyume hali yangi rezyumelarga o'tishmagan. Ko'pchiligi rezyume bilan CVni to'g'ri qila olmaydi. Bu ham bor statistika. Hozirgacha bizda banklar ham asosiy imtiyozlarimiz ko'p ishga kirayotganlar o'rta yoshdan yuqori bo'lyapti. Banklarga bo'layotgan bu o'zimizning statistikalar. Haligacha hamma joyda obyektivga so'raladi. Shunaqa. Vaholanki bu narsa umuman уже adashmasam kerak emas narsa. Просто nega so'radingsan? Tak nada. Banklarda, to'g'ri, korporatsiyalarda eskidan bo'lib kelganlarda haligacha obyektivga kerak bo'lyapti. O'zimizda ham obyektivga kerak yo'q. Aka, nima deysiz? Bundan olib qaraganda, obyektivga asosan nimani beradi? CVdan farq qiladigan joyi bitta savol. Partiyniy, не партийный? Yo, ota-ona nima ish qiladi? Da, oilaviy nima? Sharoit qiladi. Adashmasam farq shunda. Yana AI ga qaytaman savolimga. Sizlar AI da integratsiya OpenAI bilan qilganmisizlar? Boshida API dan foydalanganmiz. Уже hozir o'zimizning modelimiz ham ishlaydi. No, otsenka joylarida API ni ham ishlatamiz. Chunki hali modelimiz ideal otsenka qila olmaydi. LLM modelmi yo qanaqa? LLM modelda. U yoqda narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Qimmat. Ancha qimmat. Ayniqsa GPUlar qimmat. Bizga ko'p pulimiz infrastruktura deymiz-ku, anaqaga ketadi. Shu server, hosting domenlar bo'lib, mayda puli server, GPU, CPU serverlarimizga ketadi. O'zingizda server bormi? Yo'q, biz oblakada. O'zbekiston hududida joylashgan serverlarni ham ishlatamiz. B2C'miz uchun уже hozir oblakda turibdi, но uni ham O'zbekiston hududiga qilamiz, productionga yaqin. O'zbekiston hududida ham oblakka yaratayotgan startaplar bor. Ulardan qanaqa? Ko'rmaganmisizlar? Airnet bor. Airnet ishlatishadi, biz ham ishlatganmiz. Hozir bitta anaqamiz ham turadi. Airnetdan ham tashqari DataPro bor, DataPro bor. Ular bilan ham men B2C chiqishiga yaqin o'sha переговор qilmoqchimiz, ya'ni suhbatlashmoqchimiz shu mavzu bo'yicha. O'zbekistonnikini yomon deb bo'lmaydi, просто bizdagi stabil bo'lmaydi ishlashi. Keyin misol chet serverlarga Amazonnikiga DigitalOcean'ga qarasak, ularda o'zini load balancerlari bor, bemalol serverlar ma'lumot almashish, o'chirib yoqish, load balancerlarni yo'lga qo'yish, ya'ni bitta server o'chganda ikkinchisi bo'lganda bu yerda ma'lumot botga o'tkazish. O'zbekistondagi anaqalarda hammasida ham yo'q bu narsa, bu funksiyalar. Bizda o'sha stabillik, tezlik ham past bo'lib qoladi, bu realniy seziladi. Hozircha shu minuslar bo'lyapti shu server bo'yicha O'zbekistonda. Yana bitta savol. Endi vaqtimiz ham sekin cheklangan, tugayapti. Conclusionga anaqa tugashga o'tishdan oldin Intra AIda nima yangilik, nima yangi narsalar kutsak bo'ladi? Mana investitsiya oldingiz Yoshlar Ventures'dan 5 yil 4 oy vaqt o'tdi. Keyingi kutilayotgan O'zbekistonda Intra AI degan nom chiqishda qadamlaringiz nima? Baliga ketishdan tashqari. Keyingi qadamlar o'zimda maqsad bor. Bu долгосрочный maqsad, qisqa maqsad emas. Inter AI insonni hayotini bir tarziga aylantirishga kerak, ya'ni karyera sohasi bo'yicha aynan. Ya'ni kelajakda shunaqa помощник bo'lmoqchimizki, insonlarga butun karyerniy развитиесі haqida ma'lumot beruvchi va ma'lumot ulashuvchi, ya'ni qaysi ishda ishlayapti, qanaqa ishlar unga to'g'ri keladi, o'sish qanaqa bo'lyapti, zarplatniy platalar qanaqa, undagi hozir skilllar bilan qayerda yana boshqa zarplat olish mumkin, chetga qanaqa chiqish mumkin, bugun nima tasdiqlar qildim, bugun qanaqa progress qildim. Shu polniy ma'lumotlarni almashib berib, chiroyli qilib aytganda hayotini bir tarz bo'lishini harakat qilamiz Intra B2C segmentida. B2B segmentida bo'ladigan bo'lsa, albatta bizani do'stlarimiz, jonajon HRlarimizga yordam beruvchi platforma bo'lishga harakat qilamiz. Ular so'raydigan talablarni qilib berishga harakat qilamiz. Har bitta sohaga moslashishga harakat qilamiz. Chunki bank sohasidagi rekrutment ishga olish jarayonlari boshqacha, ishlab chiqarishdagi rekrutment ishga olish jarayonlari boshqacha.
bu yoqdagi umuman xizmat ko'rsatish, ya'ni boshqa xizmat ko'rsatish turidagi ishga olish jarayonlari umuman boshqacha. Ya'ni har bitta sohaga biz moslashga harakat qilamiz. Hozircha biz ideal demayman-ku, ancha yaxshi moslashganmiz logistika, IT va bank sohalariga. Rekrutment jarayonlari ko'z tegmasdan yaxshi hozir to'g'ri kelyapti. Adashmasam hozir bitta bank sizni klientingiz. Bitta bank emas, boshqa banklar ham bor. Bor. Da. Ayta olasizmi yo sirmi? Aytmay qo'yaylik. Bo'ldi. Nimaga banklar sizni tanladi? Chunki birinchi mayli uni bekitdingiz, birinchi bizani Aloqa bank tanladi. Bu portfel bo'lganimizni ham keyin bilishdi. No, gap portfel bo'lganimizda emas. Ularda shunga потребность bor edi. Ular shu portfel anaqalarga murojaat qilishgan, Aloqa Ventures'ga biz решениemiz berganmiz testoviy. Ularga ma'qul keldi. Haligacha hozir o'tdagi HRlar bilan juda yaqin bo'lib ketganmiz. Haligacha yaxshi ko'z tegmasa, ancha yaxshi ishlaymiz. Bu bankka keyin ular o'zligi seçdi, bizga ozgincha custom qilib beringlar. Bank sohasi sal boshqacha ishlaydi. Sizlarniki bunaqa sohalarga da tushunamiz. Ozgincha ularga custom qilib berganmiz. Unga haq ham olganmiz. Custom qilib berganimiz uchun. Hozir ishlashyapti, ular oylik qilib o'tirishmagan, bittada 50 ga olishgan. Undan keyin bu решениeni biz aytganmiz, boshqa banklarga taklif qilamiz. Sizlar решениeni xafa bo'lmaysizlar. Yo'q, biz izamiz. Boshqa banklarga taklif qilganmiz, hamma zo'r kutib olgan. Shu 90% taklif qilganlarimizdan 70-60% sotib olgan. Yillik. Zo'r. Sizga agar savolingiz bo'lsa, biz uchun bitta savolga imkoniyat bor va undan tashqari agar nimadir qanaqadir message deymizmi, eshitayotgan bizada ko'proq endi kim eshitadi? Startapchilar eshitadi bizani va kompaniyada startapga qiziqib yurgan biznes bolalar eshitishi mumkin. Shularga qanaqadir messengiz bo'lsa, o'zbek tilida message nimalarda? Xabaringiz bo'lsa yoki nimadir aytib bermoqchi bo'lsangiz. Venturniy endi men venturniy fond ochmaganman, venturniy fondda ishlamaganman, lekin iltimosnoma deydi, chiroyli chiqadi. Venturniy fondlarga iltimosnoma shuki, startapga pul beriladi, investitsiya beriladi, lekin investitsiya pul muhim emas-da, u yurg'izib bera olmaydi startapni, shunchaki ta'minlab bera oladi. Xohlardim mijoz topishga ko'proq, ya'ni tanish networking orqalimi, qo'shimcha joylardan topib, qidirib yordam birinchi o'rinda, investitsiyadan daraja birinchi o'rinda turgan mijozga ko'proq ishlab bersa, har bitta startap mijoz bilan ishlasin. Nega bunaqa deyapman? Aloqa Ventures men maqtamoqchi emasman, chista открытый fakt aytaman. Bizning hozir mijozlarimizdan 30-40% Aloqa Ventures o'zi bizga bergan. Biz o'zimiz networking orqali topib reklama qilib topgan, lekin asosiy boshlab bergani ya'ni Aloqa Ventures'ga ochib bergan. Murolim akamiz borlar, institut menejer, kattakon rahmat aytaman. Qancha odam bo'lsa, qancha odamning CEOlari kontaktlari bo'lsa, HRlar kontaktlari bo'lsa, katta yirik banklar, katta yirik O'zbekistondagi kompaniyalarga bitta telefon orqali iltimos qilib yoki bizga kontaktini berib, shunaqa bolalar sizga chiqadi, sizga mana shu решение kerakmi deb bizga chiqib, olishga bo'lgan anaqalari katta bo'lgan, olishgan ham. Olishmagan bo'lsa ham bizani testni ishlatib, bizga yaxshi feedback berishgan. Ya'ni bizga ular bergan investitsiyadan ko'ra o'sha mijozga ko'proq foyda olib keldi. Ya'ni mijozlar bilan birinchi o'rinda shu mijozlar bilan qanaqadir ta'minlab berish yo'lga qo'yib bersa, zo'r bo'ladi. Misol uchun davlatda har bitta balkim учреждениесida bitta bo'lsa ham startap ishga olish majburiy, ya'ni ishlatish majburiy bo'lsa, bu ham boshqacha drive bo'ladi. Startaplarga qo'shimcha ularga ham yo'llar ochiladi demoqchiman. Shunaqa, ya'ni mijoz topib berish bo'lsa zo'r bo'lardi. Shu venture fonddan so'raydigan narsa. Yordam berish albatta. Ikkinchisi pulimizni vaqtida beringlar. Bo'lmasa Bahrom, sizga kattakon rahmat. Siz bugun mehmon bo'lib, sizni eshitish, siz bilan suhbat qilish juda maroqli o'tdi. Vaqtimiz qanday o'tib ketganini sezmadim to'g'risi. Agar bizni obunachilarimiz, bizni eshitayotgan startaperlar va o'zi podkast nima haqida ekan deb qiziqib kelgan odamlarda ichida qanaqadir tushunmagan savollari bo'lsa yoki startap maliga endi birinchi qadamlar bosayotgan bo'lsa, biz shu yerda silka tashlab ketamiz. Bu Amerikani eng katta Y Combinator degan programmasini o'zbek tilida tarjima qilingan holati va bu sizga boshlang'ich eng zo'r ta'limni beradigan fundament bo'ladi. Agar siz startaper bo'lsangiz, siz ham shu yerga kelib biz bilan o'z startap yo'lingiz, o'z ekspertizangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Bahrom, Qulatiga kattakon rahmat. Kattakon sizlarga rahmat.